Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmətli televizor görüşlər. Yan bir qatımlıq Oçuq Söhbət proqramımızı görüşünlərini qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmələrimiz, hər vaxt millətimizinki məsələsi boğan, xilmi-xil temalarda Şərq Türkistan vətənimiz məsələləri bolsun, ya ki hər xil millətimizin mühacirətdə beşiği kilovatqan xilmi-xil temalarda şu temanın mütəxəssislərini, cemiyet reislerini, teşkilat reislerini təklif qılıb, hər xil temalarda söhbət qılıb kilovatımız yıllardan bu yan. Bugün şunun cümləsindən tarixi bir minutda turubdimiz, həməlağı məlum. Xitay təcavüzçilərinin vətənimiz Şərq Türkistan'da işğal qılğınığa 72 yıl toşqan bir kündə haripede turubduq. Əlbəttə bütün dünyada türlük fəaliyyətlər bilan xalqımız Xitayğa bolğan nəfrətini, Xitayğa bolğan qarşılığını əlbəttə bildirdi. Şunun cümləsindən Türkiyədə çoğun fəaliyyətlər ötküzülməkçi. Əlbəttə biraz burunmu Cemaat Ərbabı Abdülqadir Yapcan akımız bilan bu doğruluq söhbət qılğan bolduq. Biz bir qançıq gündən buyan bugünkü muhim söhbətimiz, yəni 1 oktyabr asaratının başlanışı və bugünkü davamlaşıb atqan Xitayınki dəhşətlik cinayətlər haqqında söhbət qılğanlığımızı elan qılğandıq. Şu səbəbdən huzurunuzda oturubduq. Aldı bilen ben programının bugünkü aziz mihmanlarını tanıştırıp ötken ötsem. Programımızda bugün Saudi Arabistan'dan Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliği muavin reisi hürmetlik Ustaz Siracidin Azizi Ustaz qatnışıb ötüdü Saudi Arabistan'dan. Şundaqla şu Şərq Türkistan İnsan Uyghur Tədqiqat İnstitutu reisi, şundaqla stratejiya mütəxəssisi Ankara Hacettepe Üniversite Tarix Fakültesi o'qituvchisi doktor Erkin Akram Ankara'dan qatnashib o'tdi. Shundaqla Yaponiya Kagoshima Xalqaro Universiteti o'qituvchisi hurmatli Haji Qutlug' Qadiri, doktor Haji Qutlug' Qadiri akamiz Ankara'dan qatnashib o'tdi. Hamma mehmonlarimniki qimmatli vaqtdan chiqarib qatnashib berganligi uchun oldindan ko'p rahmat aytaman. Bugünkü elanımızı asli bugün elan bergan vaqtimizda şu Şərq Türkistan İnsan Hakları Kuzatish Cemiyeti baş katibi hurmatli Nuriddin Izbasar efendim qatnashmoqchi, studiyada qatnashmoqchi, İstanbuldan qatnashganligi uchun, tuyuqsiz mijoz yo'qib qolganligi uchun salomatligi yor bermay kelamay qoldi. Allohdan shifolik tilaymiz o'ziga. 3 aziz mehmonimiz bilan programmamizni davomlashtiramiz. Programmamiz naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan numar shunaqla İctimai fikir vasitələrindəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq proqramımızға əlaqədar fikir təklif, suallarınlar bolsa yollaşınlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən qeyrindaşlarımızdan faydalanış üçün həm bəhərləb qoyuşunu həm unutmaysızlar. Onda olsa proqramın başlayıb keçsək hörmətlik mehmanlarım. Aldı bilən doktor Erkin Akramdan başlasam. Hem de suallar əlbəttə biz şundaq bir tarixi minutda 72 yıllık ən axırqı Xitay komünistlərinin işğalini hesaplasak 72 yılını toşquzub turğan şundaq bir bu yıllardaki Xitayның elib bağan cinayetlerini bir-birləb uşaq-çiçəklərini emas çoğunlarını sözləşdirib gəlsəmi onlağan proqramına yetməydiğən dərəcədə cinayetləri Xitayның kömülüb turubdu. Axırı bugün mənə uç halətdə Şərq Türkistan xalqını bütünlüy yox qilish üçün irqi qırğınçılıq elib berib atqan bir məzgildə şuna turubdumuz həm də. Bir proqramın içində əlbəttə bu cinayətlərin hamısı sözləb buluş imkaniyeti yox. Şunda bolsun biz xalqımızga bu 72 yılını qısqa bir şu bir saatlik proqramın içində sığdırışqa tirişaylı deb turuyatımız. Biz həm də şu 49-cu yılğa apasaq tarixini Xitay komünistləri vətənimizni qandaq işğal qıldı? Biz şu vaxtda qandaq bir vəziyyət var Şərq Türkistanda? Bunu sizden kısaca anlatmak başta. O 49. yılınki 1. ayda Sovyetlerninki evetken bir adımı var. Bu politbüro əzası Mikoyan diye. Bu Mao ve evlidir. Bunlar Şicacon'da görüşüdü. Çok şiben oldu. Görüşken çağda Şərq Türkistan meselesini müzakere kıldı. Yani Sovyetler o Şərq Türkistan meselesiga qanday qaraydi deb Mao o Mikoyan'dan sorganda Mikoyan Stalin'ninki məqsədini deb bildi. Şərq Türkistan Xitay'ninki hakimiyetini aslında kiriş lazım. Ularga en köp olsa şu muhtariyet hazırki otonomiya beriş lazım deb şunu degenden keyin hamda
Xitay Komünist Partisi Şərq Türkistanı işgal qilishning planını qildi. Ve şundaqla bunu 1950'ninki ahırlarda, yani küz ve kış kirgen vaqtida planladık bunu. Ama 1949 6. ay 7. ayda bazı özgürlükler bo'lib qoldi. Çünkü 4. ayda yine de İngiliz ile birlikte Şərq Türkistan'da bir Müslümanların bir devletini kuraylı da planladık. Bu haberini Stalin tapqan buludu ve 6. ay 7. ayda Mao'ga telgraf yazıp söz deydi əmdi. Şərq Türkistan'ı çaqqan nime işgal kılınmadı. Ama o vaxtda Xitay texi Mao Lanzhou tarafını tex almıgan, Çinqay tarafını almıgan, Tibetni almıgan. Şununla Lanzhou'nu almıgaca əmdi, şu Tunganlarının ki güçlüyü yok etməkçə Şərq Türkistan kırış qıyın əmdi. Şununla Stalin'e deydi, bu Şərq Türkistan'da bir yıldan ki, yani 1950'den kin alaylı da düşünüp planladınız. Hazır texi onun bir gücümüz yok digəndə, Stalin qalan yardım kıldığın misalga atlan deyimiz, maşin deyimiz, zembrek deyimiz, top deyimiz, tank deyimiz. Bunlarını mən yollab birmən deydim. Mən yardım kılmən deydim. Sizler şu Tungan'ı mağlup kıpla derhal Şərq Türkistan'da kırılmadı. Yani bu Şərq Türkistan'ın ki Stalin'inki ifadesi bile evvelmen digəndə yazılған sözlerde hemisi işgal diyen kelimeni işletken. Ve şundaqla 9. ayın ahırlardan itibaren işgal başlaydı. Bir grup ermi cenubga, bir grup şimalga, iki grup bile kırdı. Ve başlangıçta kırgen vaxtıdıma meyli gizliler olsun, meyli Xitay'ınki istihbaratlarda yazılған olsun, işgal da yazılған. Ve bu işgaldan ki şu cenub taraftan Kaşgargacha kilay degan vaqtida bunundaki Mao aş öz vaqtidagi propaganda yani teşviqatdan mas'ul bo'lgan bu Chaumoga bir xat yozdi. Bunundan keyin Şərq Türkistanni işgal deb yozmayli, bunundan keyin kirish deb yozayli. Şərq Türkistanga kirish deb yozayli. İkincisi Şərq Türkistanni tinchlikla aldık deyildi. Yani tinchlikla can qilmay turib Şərq Türkistanlıqlarning ki o'zininki unuşu bilan, yani qabul qilishi bilan ilindi deganni jaqalash lozim deb. Shuningla bu ishg'ol ismning ustiga hamda shu tinchlik bilan ozod qildi degan ismni qo'ydi. Qo'ygandan keyin ham Şərq Türkistan ishg'ol rayon emas, Xitayga beqingan bir rayonda ama hazır mana özleri qabul qilib, şu azadlıkni qabul qilib, tinchlik bilan buni hal qildik deb. Manda bir hukm bilan hal qilyapti buni. Ama bu vaqtida bu nima Şərq Türkistan bir өлke hamdi. Bu өлkeni hamdi bir otonomiyaga qanday aylantiramiz 1947 yılda İçki Moğoliston nima otonomiyaga aylantirgan. Onun müzakere hamdi şu 55'lerde to'xtaydi. Yani jig'ib kelgan chog'da 49'ninki 9. ayninki ahirlaridan 12. ayning ahirlarigacha Şərq Türkistanni qisqa zamonning ichida ishg'ol qildi. Bununki sebebi birisi şu Cenub tarafdaki Kuomintang askerlerininki Komünist Xitayning armiyasiga teslim bo'lish. İkincisi bu G'olji taraf, yani 3 vilayet hükümeti Sovyetlerinin bisminden tüpeyli bu kelgan Xitay komünistlar bilan hamkorlik qilish. Shuningga bu ishning orqasida Sovet bo'lgandi. Jig'ib kelgan chog'da ashunda bir paytda, ashunda bir vaqtda, ashunda bir ahvol o'rtaga chiqdi, yani ishg'ol qilinish. Xo'sh. Xo'sh. Demek yani hakikaten hem de insan oylasa ya ki bu şu devirlerdeki bo'lgan ishlarni kitaplardan o'qisa odamlar ichi yetishmay qolmaydi hamda.
Müşahedemde hürmetlik Siraciddin Aziz Ustazımda. Xitoyninki o'z vaqtida bizni doktor yuqorida so'zlab o'tgandek, ya'ni kuchimi yo'q, mustaqil holatda besib oladigan darajada kuch yo'q. Sovetninki, Stalinninki yardım bilan shundoq yalangtosh holatda kiriklik hamda bizning vatanga. Biz bo'lsak bir musulmon bir xalq, tariximiz shunchalik bir shonliq tarixiga bir xalq. Tajovuzchiga Xitoyni 100 yillarcha, asrlarcha bo'ysundirib yurgan bir xalq. Ya qandaq bo'lib, yani şu aciz bir Xitoyning oldidamda hech qandaq bir qarshilik harakati bo'lmay bu vatan qo'ldan ketib qoldi. Xitoyma andan keyin bu jiddiy bir qarshilik harakatlar bo'lmaganligi uchun yuqorida doktor so'zlab o'tgandek tinchlik bilan ozod qildik deganda butun dunyoga ta hozirgacha bu safsatisini setib kelmoqda hamda. Bundaq bir ahvolga bu millatimiz qandaq tushib qoldi sizcha? Bismillahirrahmanirrahim. Başta sizler ve ustazlarga, bütün bizni ekranda ko'rayotganlarga Allah'ın salamı olsun. Aleykümselam. Şimdi doktor aytgandek bu Şarkı Türkistan'ın bu türde asaret güçüp kalışının asaslık sebebi bizge Xitay bilen Rus'un ibaret işki düşmanının til biriktirip bizni asaretke duçar kılışı ve bütün gücünü istimal kılıp bizni bu günkü koyuşu inik oldu. Ama biz bunun karta Şarkı Türkistan halkı bu müstakillik yolunda ya ki asaretin kurtuluş için küreş kılmagan mı dep bir sual olsa elbette küreş kılgan. Bu tarih hemmege ma'lumluq. Kurulgan Cumhuriyetle 30. yılda Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti, 44. yıldaki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti, bizden bu 3 vilayet enklavındaki Şarkı Türkistan Muntazım Armiyası kurulgan resmi Cumhuriyet, bu hemmesi halkımızdan müstakillik yolunda ne kadar küçük ağırlığı, tirişçanlık, kösetkellikinin ki paketi. Ama efsus etraftaki devletle şu vaktin üzerindeki çoğun güçlerinin ki til biriktiriş arkalık Şarkı Türkistan'ın müstemleke zemin buluşu. Yani kelip bu Sovet İttifakı bizning qo'shni qarindosh jumhuriyatlarni mustamlik qilgan bo'lg'achqa, agar bizda mustaqillik bo'lib qolsa, albatta bu mustaqillikning ta'siri qo'shni jumhuriyatlarga ta'sir qiladi. Bu jumhuriyatlar bizning qo'limizdan ketib qoladi degan bir tushuncha bilan Sharq Turkistonni Xitoyga bo'lib berish, boshqa 5 jumhuriyatni Sovet qo'lga hiyla mekrlari bilan bizga bu xavfliq bo'lgan. Ammo bu Şulayet enklavındaki muntazım askerler oldu. Ondan keyin Şarkı Türkistan'da şu 72 yıllık asaret jarayonida nayet köp bedeller tölendi, küreşler kılındı. Mesela 54. yılı bu Xotan Açı vakasida dağlık bir müstakillik körüşü var. Muşu küreşti mi onda? Bu özlükün bu kalan vaka emas. Abdülhamid Davullam enklavıdaydı. Bu Abdülhamid Davullam enklavının mu asası arıq görünüşü hakiki türde bir planlı kaldı müstakillik için Xitayni Şarkı Türkistan'ı qoğlab çıkırış için kılıngan plan. Bunun da merhum Qağılıqtaki Abdülhakim Məxsum Hacim, Abdülhamid Damullam, Fethrettin Məxsum şunu oşıgan dağlık Şarkı Türkistan'ın ki ülümalarından çoğun kişiler bir yer kelip muşu inkılapını, bu Açı inkılabını planlaş 2 yıl burun Məxsum Hacim ve başkalar Qağılıqtın kelip Xotan'da məxfi yığılıb nurgun planlarını tüzüp bu şu inkılapka tayarlık kılgan. Ama bu tayarlık planı aldın paş bu pahalılık için aldın bula kol sağan şunda kılıp bunu mağlup olgan. Ondan keyinki nurgun küreşle Barın vakası deyimiz, Xedişxan vakası deyimiz, bu Qashqa, Aqsu, Ürümçi ve başka urunlarda bulavatkan nurgun inkılaplarının ki nimesi Barın vakası, onun başka 5. yıl vakaları bu Şarkı Türkistan halkının özünün erkinlikini, müstakillikini koluğa eriş yolunda qanchalik bedel tülegenliki, tirişçanlık, kösetkenliki bunun ma'lum. Hatta biz bu Süngül Canişif Hanım'ın ki Köz Yeşil'den emlengen Zemin diyen kitabını okusak mı?
Şu vaqtning o'zida shu 50-ci yillarda universitet o'quvchilarininki Sharq Turkiston ozodlik harakati va shunga o'xshagan nurg'un harakatlarda tashkilotlardan qurganligi, harakat qilganligi bu hammaga ma'lumdir. Demak, xalqimiz imkoniyatining biricha tirishchanlik qilgan, ammo bu bizning peshonimizningki tartibga kelib qolishi, atrofdagi davlatlarninki bizga qarata yaxshi qarashda bo'lmaganligi va bizni qasddan shunday mustamlikaga selish uchun til biriktirganligi bu yolg'iz Rossiya, Xitoylar emas. Atrofdagi Angliya bo'lsin, Hindiston bo'lsin, boshqa Afg'oniston bo'lsin, atrofdagi davlatlarmi bizga yordam qilishga hech qanday imkoniyat bermagan. Vaholanki mayli Iso afandim Mantum Bug'ra Hazratimlar Hindistonga murojaat qilgan, Afg'onistonga murojaat qilgan, shu yerga borgan, kuch to'plagan, qaytib kelgan, hatto Iso afandim bilan Mantum Bug'ra Hazratim Xitoyga borgan, Chongqingga. Xitoy bilan rasmiy muzokirada o'ltirib, tinchlik siyosiy yo'l bilan hal qilamiz deb tirishchilikni qilib baqqan, ma'lesef imkoniyati bo'lmagan. Shu sababdan biz xalqimiz bu asoratni dan qutulish uchun qo'lidan kelishi tirishchanliklarni ko'rsatdi deyishga bo'ladi. Taqdirimiz yana bu ahvolda. Ammo bundan ma'yuslanishga bo'lmaydi. Bundan bizdan boshqa nurg'un millatlar bor. Asorat qilgan Falastin deymiz, Kashmir deymiz va uning o'xshagan nurg'unlar. Hozir 80 yil, 100 yil, 200 yil, hatta Jazoir, Aljeriya, Fransiya mustamlikasida 100 yildan ortiq, 350 yil takriben. Bu 350 yildan keyin ular mustaqillikka erishgan. İnşallah bizga bu kun keladi, ammo bu qachon keladi onu Alloh biladi. Shunga loyiq bizda hozirlik, imkoniyat bo'lishi lozim. Kelgusi yana bundan keyin programma oxirida yana so'zlashish imkoniyati bo'lsin, so'zlashamiz. Ahvol bu. Albatta, albatta. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Siz degan nuqtani inshaalloh programmaning davomida yana tushkunlashmaslik haqida, qat'iy bal qo'yib o'tmaslik haqida yana savollarim bor, paranglashimiz. Hoş, hürmetli doktor Hacı Qutluk Qadiri efendim hamdi. Yuqoridagi ustalarninki so'zlarini anglab o'tdik hamdi. Ama Xitoylarninki mush atalmish Şinjanni tinch shaklda ozod qildik degan bu so'zi haqiqatan yani bizdek bir Türklarninki ichidagi eng madaniyatlik, tarixda nurg'un shonliq izlarni qoldirgan bir millat uchun hakikaten bir numus kılarlık bir iş ekanligini his qilmayman shaxsan. Çünkü yuqorida bu deganlik herkes bütün millatning ichida onunga qarshi Xitoyninki bu tajovuzchilikka qarshi harakat qilmay xuddi qitiq qaymoqlar bilan uni kutib olgandek bir xil ufqun berib qo'yish mumkin damonliqimda bir anglangan vaqtda anglanishda. Albatta xalqimiz mayli bu ishg'oldan burun bo'lsin yoki keyin bo'lsin hiçbir zaman baş eğmedi Xitoyga. Baş eğmeganligi uchun bizni irtanmaganligi uchun Xitoy bizga eng vahshiy holatda bu tajovuzchilikni qilyotdi. Shundaq bo'lsin yana bu so'z davomliq quloqimizga anglanib turadi bu ishlar. O'z vaqtidagi shu vaziyat. Endi xalqimiz mushu tuyuq yo'lga kimlar tarafidan kirgizildi? Yuqoridagi so'z bizga biz uchun numus emasmi degan bu ikki savolni bir aqlam so'rasam, siz qanday qaraysiz shunga? Yani Xitoyning atalmış Sharq Turkistonni tinchlik bilan ozod qildik degan bir kelimasi. Yani bu özünün siyasi noktasidan to'q chiqqan bir siyasi atalgı. Çünkü acizlar kuchliklar tarafidan besivilinganda, acizlarning dumbisiga kuchliklar xohlagancha tarix yoza oladi. Sharq Turkiston 1949 bo'lgan oraliqda o'xshamagan davrlarda Qashqariya davlati bo'lsin, 1933dagi Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati bo'lsin, 1944-yildagi Sharq Turkiston Cumhuriyati bo'lsin, Sharq Turkiston yaqinqi zaman tarixidagi bu üç davlatning qurilishida Sharq Turkiston xalqi ko'plagan mujohidlarni verdi, ko'plab qonlarni to'kdi, o'zininki vatan qurishdan iborat buyuk irodasini dunyoga anglatdi. Sharq Turkiston xalqining eng oxirgi qitim qurgan Cumhuriyeti, Sharq Turkiston Cumhuriyeti, Sharq Turkiston xalqining milliy va diniy kimlikni birlashtirgan holda davlat qurish engini dunyoga jakalagan cumhuriyetlerden ibaret. Xitoy 1949 yılı Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin
xalqarada o'xshamagan uslublarda Sharq Turkistonninki tinchlik bilan, ya'ni Xitoyning hech qanday bir qoral kuchi va yoki besim bilan emas, o'zligidan ikki tarafdinki, ya'ni kelishimidan, ya'ni Uyg'urlarninki Xitoylarni so'yganligi nuqtasidan tinchlik bilan bu millat bizga bo'ysundi degan hukmni berish uchun Xitoy tinchlik bilan bu rayon, ya'ni Sharq Turkiston Cumhur Tuproq qo'shib olindi deydi. Xitoy xalqi, Xitoy Cumhuriyeti bu işgaliyatçı bir hakimiyet. Tarixten beri qo'llanib kelayotgan bu tinchlik kalimasini yasab chiqqan bo'lsa-mu, Şinjan degan ismli o'zi, Şinjan degan atalg'ular xalqaro jamiyat va har bir aql egisi bu tuproqning besilingan, ishg'oliyat qilingan bir zamin ekanligini biladi. Uyg'ur xalqi Sharq Turkistonning ishg'oliyatidan keyingi davrlardagi o'zining hayoti bo'lsin, hozirgacha bo'lgan mujodalasi bo'lsin, ya'ni Sharq Turkistonning tinchlik bilan emas, ya'ni xalqaroning irodasi, sobiq Sovetlar ittifoqi ve xalqaradaki büyük devletlerinin iradesi bilen, büyük oyunlarının arkasında besibilingan bir zemin işgalligini çoğun devletler ve xalqaro cemiyet bunu aniq biladi. Yani Sharq Turkistondan ibaret bu tuproqning besibilinganligi, yani Sharq Turkiston xalqining iradesi Xitoy Xalq Cumhuriyetininki qo'shib olishdan ibaret bu niyatini qabul qilganligi emas. Çünkü Sharq Turkistonning geopolitik ve şundakla stratejik orunun mühimliğinden Sovet İttifakı, Angliya ve Xitaylar uzundan bu yan birinci Cumhuriyet, yani Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti olsun, onun ilgiriki Qashqariya devleti olsun ve keyinki Cumhuriyet olsun, bu Cumhuriyetlerinin besibilişteki veyran qilishidagi birden bir sebep, yani O'rta Osiyodagi başka Cumhuriyetlerge Sharq Turkiston Cumhuriyeti kurulsa bunun ta'sir etishi ve bundan ibaret O'rta Osiyo xalqininki rayon bexatarligini, yani Sovet İttifakı o'zining rayon bexatarligini qo'llash yuzasidan Xitoyga izchil yordamda bo'lib, Sharq Turkiston masalasida o'rtaq kelishimlarni hosil qilgan. Yani bu tarix nuqtasidan bunu söylesek uzun narsa. Xitoyning Sharq Turkistonni besilishdagi, yani bundan foydalanishga birdan bir nokta strategik, geopolitik taraflarning muhim bo'lganligidan emas, Sharq Turkistonning Xitoyning 20-asrda boshlangan sanoatlashish, yani özünü taraq qildirish bosqichtirayotgan Xitoyning muhim bir energiya maydoni, yani energiya manbasi. Sharq Turkistonning yerasti boyliqlari, Sharq Turkistondan Xitoyningki sanoatiga berib kelayotgan energiya manbasining Sharq Turkistondan iborat bu rayonning ne kadar muhimligini bildirsa, Sharq Turkiston Xitoyningki büyük atom sınaq maydoni, yani merkezi. Bu noktalardan Xitoy o'zininki ilib berilayotgan tarihi bastırış, tarihi kırgınçılık siyasetlerini yoşuruş için bu rayonda ilip verilgan bütünley hareketlerini, 49 hazırlıkçı olan hareketlerinin hemmisini tenişle diyen şekilde siyasi sübetler bilen sübetlep, xalqarada bu tuproqda ilip verilayotgan işgaliyat aslı turayotgan bu tuproqni özünün ayrılmaz bir kısmı kırıp görüşüş için bu siyasi atalgılarını xilma-xil usullarda to'qib chiqyapti. Albatta bu siyasi atalgılarga ve bu noktalarga xalqimiz uzundan beri diqqat qilib kelyapti. Xalqaro jamiyat mo buni biladi. Shundaqqa Xitoyning Sharq Turkistonni tinchlik bilan ozod qildik degan bu nuqtasi faqatla o'zining ko'nglini aram topqizish ve o'zining siyosiy irodasini ifodalash nuqtasidan qo'llangan siyosiy so'z deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Doktor Erkin Ekrem hamda müşahede yuqorida siz so'zlab o'tdingiz, yani bu jinoyatlarni so'zlab tugatib olamaymiz degan xalqimizga biraz bu 72 yil jarayonidagi jinoyatlarni bir ozroq olsun bir asiltish uchun paranglashayotimiz zaten. Bu ishg'oliyatdan keyin bugungi kungacha masalan Xitoyninki vatanimizga elib borgan eng cho'ng jinoyatlardan bir qanchani bir asosli jinoyatlar qaysilar desak bununla neyimiz? Hem de bu cinayetini sanab tüylü bulmaydı, yani 1949'dan kinle başlaydı bu toprak ıslahatı, onun linkin bu fabrika şirketlerine onun linkin müsaade kılınışı diyendi. Bularımız 1950'lerde buldu. Başta Pomçuk'tan topraklarını ilip kembergalığı berdutaydı, kin kembergalının kolduğunu ilip aldı. Onun linkin bu komünizm
əməlləşdirimizdə xalqını, dixanlarını, işçilərini qattiq bozay qıldı misal. Onundan keyin bununla birlikte yani şu 1950'nin beşide Şərq Türkistan'da biraz milli, biraz dindar boğan adamların hemmini türmüge taşıldı. Bazılarını türmüden əmgək bilə özgərtişdəydiğen kamplara apadı, lagerlara. Bu yerde 20 yıl, 30 yıl qalan adamlar mı var? 1950'nin beşide 82-83'lerde aran çıkanlar mı var? Bu adamların nurgunu eşelerde, türmüde, yaki lagerda ölgenler oldu. Yani bizimki milletimizninki bu münevver insanlarını yok etti yani bir kısmını. Ancak kırvetken ahvallar var. Bizimki baylarını biraz küçük fabrikası boğanlarını mı kırvetti mi? Ma bu milli sanayileşişinki yolunu mu tosğan oldu. Bu hem de bir millet yaşayan en çok cinayet bilsek olur dendi. Biz normalde falancını tutup, iti tutup, hüncünü tutup, tümünü öldürüp tutup, gelini çıkarak hatırlayınız ama milletke, umumi milletke kartılgan milletini kurtuytuş diyen siyaseti o tekimi iğir o. Hem de öz vaxtıda Şərq Türkistan'ın işgal kılan çağda Sovyetlerle birleştirgendek, birleşip ağandek Şərq Türkistan'da otonomiya kurmakçı. Ve buna mecbur kaldı. Otonomiya ne kurdu? Ve 1955'te bu kurulup çıkan oldu. 55 geçe nurgun cidelleme oldu. Çünkü bu otonomiya Xitay'nınki hakimiyetin kürgeninkin nurgun bu Uygurlarınki, Şərq Türkistanlıklarınki bazı haklarının koldan kitip kaldıqanlığını ve şu vaxtıdılar hiç olmasa şu Sovyetlerninki Republika tek şu salayetliği iyi bolsa olmamdı diyen taleplerimiz çıkışlı başlaydı hem de. Hem de bulup ama golcu hükümeti taraftan o inkasla köperek buldu. Bunları ikna kılış için Uygurların işçide ve Şərq Türkistanlıkların arasında cidellerini tiyirip arasını bozup ajna işlerini kıldı. Ahırda bu 55'te bu otonomiya kurulması oturup çıktı ama otonomiyaya maskegen kanun çıkmadı. Bu kanun 84'ten kim çıktı bilse. Bu 84 gece yani 55'ten ya da 49'dan 84 gece Xitay'da bir kanun yok bir kanun bile Şərq Türkistan'ı otonomiya kılıp başvurdu. Bu başka talaş tartış bir mesele bu kanuni meselede. Ama bir yerde demekçi boğunun muş otonomiya ne yani umumi Şincan, Uygur, otonom rayon diyen şu kurulmanı kuruştan evvel başta aşı yerlik rayonlarda, nahiyelerde, oblastlarda, hatta kentlerde küçük otonomiyelerini kurdu. Ve Şərq Türkistan'ı parçalap Şərq Türkistanlıklara bölüp etti. Yalğızla Uygurlara bir bölgen bir yer bulmadı. Ama Uygurlara bir kalpak kigiz koydu. Yani Şərq Türkistan'ın ismi Şincan Uygur Otonomiya. Yani Uygurlar bu umumi otonomiyanın ilgisi de köz tutuyor. Ama zeminini başkalarına bölüp verip başkalarını Uygurlara bir düşmanlık haline ekilip ve şundan kılıp başvuruşu başladı. Bunu mu az deyip 84'teki bu kanun çıkandan kim ne çıkıtım özgertiş ve en az da 4 kıtım özgertiş buldu. Cihnesini özgertti. Hem de bahanesini mi icra kılmadı. Biz hemimiz körüvattık yani otonomiyanın bir sahte bir otonomiya. Bununla neymiş kıldı diyende hem de Uygurlar Şərq Türkistan'ın namında bir umumi devlet kuramısı diyenini şu 55'teki otonomiyanın kurulmasıyla bunu hal kıldı. O ilgerlikinde nereden ügendi bilmeyiz ama şu 49'dan 49. yılınki 9. aydan itibaren şu 55. yılgıca bunların hemmisini oylap çıktı. Nurgun ceryanlar var buna inçiklep kırsak uzip bittik yaplar. Demekçi boğunun 55'ten kinle Uygurların
Şərq Türkistan namında bir devlet kuruşunun ki imkanını eşedilə çuğ etdi. Hoş. Şununla bu otonomiyaya ürgütüş için hemimizin aşınığa zorladı. Onu az deyip 1970'lerde bundan ki Milletler İttifakı deyip Şərq Türkistanlıklarının ki arasındaki ittifak emez, Şərq Türkistanlık ile Xitay arasındaki ittifakını çakalap kıldı. Ve 1980 geçe bunu çoğun şehirde, misal Ürümçi'deki çoğun şehirlerde bunu kılalıgan oldu. Misal bir binada Kazak, Uygur, Xitayla otağın olsa inak ötelediğin ahval oldu. Bu 2009'dan kim bu inak ahvallar asasda örbesiga bo'lgan gumonlik bilan asasda yo'qolganini ko'ryapmiz. Ve hazırki men degan mushu jarayonda Şərq Türkistanlıklarını mushu siyasi merkezden jiroqlashtirish başladı. Aslında otonomiyada mushu siyasi merkezde en töven deganda %60 yerlikler buluş lazım. Xitaylar hem de işgal qilgan Xitaylar en köp olsa %40 buluş lazım. Bu jarayonda bu ta'tirga aylanganini hisob qilmay, hozir bu sonlar texmi azayib ketdi. Yani Şərq Türkistanning siyasi meselelerini, siyasi takdirlerini bu karar berdigan Şərq Türkistanlıklar emas hozir. Meyli Şərq Türkistanning parti kurultayı olsun, meyli halk kurultayı olsun, aşı aldırı çıkıp bergen, aşı resimini qarab ekanlar, qancha tane milli barmidi. Hemsi Xitay egenlep ketgan. Misalga Xitay merkezden kurultay içilganda, parti kurultayı içilganda, bu yerga evetken o evetken vekilinin ki 20'den köp Xitay hazır. Hoş. Yani o Xitay bu Şərq Türkistanlık emas. Xitay Şərq Türkistan'ı temsil kılıp Beijing'e merkezge qanday barıdı bular. Demek ki Şərq Türkistan'da cihnesler özgerdi. İktisatını değil, iktisatlı mı Şərq Türkistanlıklar iktisat merkezde mi jiroqlashtirildi. Misalga değil, Şərq Türkistan'da 12 çoğun bay var ki, Xitay'nınki 2000 bayının arasında 12'si Şərq Türkistan'daki. Birisi Tungan buluş bile hağına hemsi Xitay. Bir milli mi yok. Yani iktisatın küçümü senin kolunda emas. Şərq Türkistanlıklarınki küçük karxanları, küçük ticaretleri, təliyi bile tapkan taşları bile bay boğan adamlar var. Ama o baylar hem de hazır men degandek Xitay'nınki en çoğun 2000 bayların arasına kiremeydi. Yani iktisatlı mı yerlik halkı yani Şərq Türkistanlık yok hem de. Kağan hem de mağrib cetten, dini mağrib cetten veya fəni cetten, örf-adet cetten, bizimki medeniyetini yaşaş cetten hemmisini hazır isim bile qanday qilayotganini ko'ryapmiz. Şərq Türkistan'da öz vaxtida 49. yıllarda 49'dan itibaren bilimiz Uygur tille bir mağrib sistemi vardı. Üniversite için. Bazı dersler belki Xitaycı buluş mümkün. Ama Uygurca talim terbiye alattı. Ama hazır bula asla yok olmadı. Yani seninki kimliğini bir yerde tamamen yoktu vardı. Buna az da seninki ruhunu, bedenini, onu mu yok demeye de vardı. Yani hazırki lager meselesi, türme meselesi. Ondan ki bu Şərq Türkistan'da yalnızla lager bile türmeniyle karab kamay, Şərq Türkistan pütünü bile bir türmedir. Yani teşhide yaşayanlar mı şu bir xil bisimden aslında yaşadı. Şərq Türkistan'da yaşayan Xitaylar özüme kakşavadı. Bir yerde bütün internet kontrolü aslında, bütün hayatımız kontrolü aslında, bir yerde bir ticaret kılış mı kıyın, o iş kılış kıyın, bu iş kılış kıyın da oldu. Xitay şunun bunda Xitaylara çıkarak tazminat öder, çıkarak imtiyaz verip durup ulanı eşerde tutup durmadıdır. Hem de bazı ideoloji bile, Xitay milliyetçiliği bile Xitay'ını Şərq Türkistan'da tutup durmadıdır. Eşerde yaşayan Xitay mı, eşerdeki siyasi atmosferde çıkmayamadı. Şununla bu Şərq Türkistanlıklarının ki ölüm ve kalım degen
bir noktaga kelib qoldi hozir. Ya bundan keyin tirishchanlik bilan qutulish yo'liga kirib buni natija ilish lozim yoki tarixda nurg'un millatlar yo'qolgandek bu millatma yo'qolishi mumkin. Hozir bu gapni degan chog'da balki buni qarshi chiqadiganlar ko'p chiqishi mumkin, biz yo'qolmaymiz deb. Ammo tarixda nurg'un millat yo'qolgan. Yani bu tirishchanlik bilan karşı çıkış bu hem milli bir borçtur hem de dini cepten degan çağda bu farzdir. Şununla bu Şarkı Türkistanlıkla hazır okak buluş lazım. Sezgür buluş lazım. Sezgür. Bunda biz hazırki yaxşı vaziyetini kaçırmay derhal bu işlara kiriş lazım. Bu da kutkuluk olmasa hem de bizdeki bedeni var ama kimliği yok bir tırnak içinde bir millet halığa çıkıp kalmaz. Yani Xitay'ınki cenub taraftaki aşı milletler, Xitay olmayan milletlerdeki bu kalkan ahvallar bulundu. Şununla naide kritik, naide bir xatarlik bir peyitde hazır. Peki, turvatım. Köp rahmet, Allah razı olsun. Hakikaten yığınçaqlaşıq tirişdiniz bu cinayetlerini sözləb tügetkisiz cinayetler, sansanaksız cinayetler vaxtayının ki. Hürmetli doktor Qutlug'am Mişədə yuqurda biz cinayetlerini sözləb ötdük hamdı. Biz meyli ziyadilerimiz, yazğıcı ediplerimiz bolsun, alim ölümalarımız bolsun, ta hazırgı keç, nurgun bayvetçi bu milletki azıraq menfaat etigan bu milletinin kelgüsünü oylaydigan ticaretçilerimiz bolsun. Işqıp bu milletki menfaat etadigan her qanday bir şahsını tarixten buyon Xitay her zaman pat her xil namlar bilan yo'qitib keldi hamdi. Xalqimiz bu Xitayninki xilma-xil ismlar bilan elib borgan jinoyatlarning hammasiga shohid bo'ldi. Ashundoq zo'r, intayin qiyin sharoitlarda, zamonlardami qo'lidan kelgancha millatimizning ichidagi nurg'un munavvar shaxsiyatlarimiz chiqdi hamdi. Buni albatta hammasini so'zlab bo'lish imkoniyatimiz yo'q. Bularni bir tilga ilib o'tsak, mushu 72 yil jarayonida mushunchalar qiyin sharoitlarda yana Xitoyga bosh egmasdan bu millat uchun, bu vatan uchun qurbonlik bergan, o'zining hamma narsasini atagan shaxsiyatlarimizdan bir tilga ilish imkoniyatimiz bo'lsa, biroz bir tilga ilib o'tsak ki mushundaq biz tamamen yo'qotilish girdobga berib qolgan bu millat yana shu ajdodlarimizdan bir ibrat edip, ularning ruhidan o'rganib, yana qat'iy tushkunlashmaslik haqida biroz bir ruhimizni ko'tarish uchun. Rahmet Muhtar efendim, bugün Xitay işgaliyedeki Şarkı Türkistan'ın tarihi karanlık günlerini esleş yüzünden Şarkı Türkistan tuturğuda ilip verilen Xitay cinayetler üstüde ben kıskısı toplayıp ötemen, ona bir sualımı cevap veremem. 1949 yıldan 76 yıllıcı boğan ağırlıkta Mao Zedong devrinde batıldı Şarkı Türkistan'da. Bu devrede Uyghur halkının, yani Şarkı Türkistan halkını bir bedenge okşatsak, Mao Zedong devrinde bu beden içindeki bütün azalar ilip taşlanıp, fakat Uygurlar iskilit haletli kaldı. 76 yıllıcı boğan ağırlıkta. Yani bu milletin maddi ve manevi ruhiyetinden pakız tazlanıp, fakat iskilit haleti geldi. Bu devirlerce boğan ağırlıkta Xitay, yani Mao Zedong okşamayan siyasetler bilen Uygur baylarını, ziyalilerini, ölümalarını, yani devlet kuruş enide buluvatkan ve devlet kurgan ve devlet kuruş fikrini bayan kılan adamların hemmini, ziyali, ölüma, bay, marifetver kişilerin hemmini 76 yıllıcı tazlap, Uygurların vücudunu bir iskilit haleti keltirip koydu. Onun dinkin, yani 76 yıldan keyin Xi Jinping devrigiçe, hazırlıkçı devrigiçe bu ağırlıkta qaraydigan bolsanız, Deng Xiaoping, Hua Guofeng, Huo Yaobang, Jiang Zemin ve Hu Jintao Xi Jinping devrigiçe bu ağırlıkta qo'llanayotgan siyasetleri, Xing Zay'ның ve Jin Zhurin'ninki siyasetlerini bular o'xshamagan şekilde, o'xshamagan tarix usulda davamlaştırıp kelyapti. Yani bu devirlerde ilip verilgan bastırışlardan misal kılıp ötüdüğün bolsak, 1990 yıldaki Barın İnkılabı,
1997 yildagi G'ulja 5 fevral voqeasi ve 2009 yildagi Urumchi irq qirg'inchiligi. Bu yaqinqi zaman tariximizda ilib borgan Xitoyninki zo'r keng ko'lamlik, yani xalqimiz xotirlab kelayotgan, yani dunyo bilayotgan zo'r ko'lamli qirg'inchiliklari. Buni dunyo va xalqimiz biladi. Muşu arlık çıkıcı boğan şeydim 46, 76'dan 2021'ci boğan arlıklardaki muş bastırışlardan başka, yakın zaman 2015'ten beri ilip verilen lager meselesi milyonluğa Uygurlarını ilip bastırıştığın özü, Xitayning naiti bir eşitli, kengaymici, tacavuzcu ve irq kırgınçılık yürgüzüvatkan bir devlet çıkardıgini ifadelep ötüdü. Muşunda külpetlik tarihinin en zor küllerini hazırgıcı beşidin kötürüp kelavatkan. Ama devlet kuruş iradesinin yanmagan bu Uygur halkını nemi saklap kelavatıdı degan noktaga yig'inchoq qilsak, birincisi bu millatni saklap kelavatgani imani, ikkinchisi bu millatning vijdoni, uchinchisi bu millatninki güzel yemekleri, üçüncüsü bu millatninki coğrafisi. Qalğını bolsa bu millatning kiyim keçigi ve sanati. Kiyim keçigi ve sanati. Muşu alayidlikleri bu millatning vatan kuruş, devlet kuruş iradesini saklap kelavatıdı. Gerçi yakın zamanlarda Uygurlarınki dinni etikadi cihetten bastırılgan bolsumu, Uygurlarning milli ruhi, sanat ve yemeklik ruhi dinni bisimler uçurgan bolsumu, bu ruhlar bu millatni hazırlığı saklap kelavatıdı. Şunlaşqa köplegen tarixçilar Şarkı Türkistan'ı tinchmas zimin deb ta'riflasa, köplegen tarixçilar cesur millet, tevrenmez millet deb Uygurlarga bu şekildeki bahalarını berivatıdı. Yani Uygurlarınki hazırgıcı boğa arlıklardaki 76'dan 2021 yılgıcı boğan Xitaylarning o'xshamagan davrlarda ilib berayotgan siyosatlari, Jinshurun, Shinsay davrlaridagi ilib berilgan siyosatlari bilan o'xshash. Yani bu Xitayning siyosatini yig'ib etadigan bo'lsak, bostirish, unutiltirish, ko'nglini elish, mushu uch xil siyosat. Xitoy yani qattiq bizni bostirib o'tadi, uningdan keyin bir ko'nglimizni oladi, ko'nglimizni olgandan keyin bu unutiladi. Mushu uch xil taktiki bilan Sharq Turkiston xalqi ustidan irq qirg'inchilik qilib beryapti. Yani mushu taktikalarga shukur qilmasdan Uyg'ur xalqini bütün yıldızını yoktu etiş için, yani lager ve Uygurlarını işgirlerge ötkeşten ibaret okşamagan şekillerde irq qirg'inchilik edip beriyapti. Tuprog'ida yaşayotgan 56 millet, 55 milletninki Tibet'ten, Uygur'dan başkası qolganlari Aspanasiya bo'lib qoldi. Yani şunda büyük cumhuriyet devletlerini kurgan Manjurlarını, Mongollarını hemisi de Aspanasiya yoktu oldu. Hazır bu toprak saklanıp kılıp bu olanınki stratejisiga hemmisiga tutuşuyotgan bir belvaq bir yol quruluşuga, yani projesiga tutuşuyotgan birden bir millet Sharq Turkiston xalqi. Sharq Turkiston xalqini, yani bu yerni elayotgan energiya, bu yerni elayotgan boyliqlarga shukur qilmasdan bu millatni pak yo'qotib o'tishni o'ylayapti. Çünkü Xitoylarninki falsafasi bo'lgan Kunuzninki alibati bo'yicha aytganda, tarixning o'zi dushmanlashish. Tarixning o'zi dushmanlashish deydi. Bu tuproqninki güzelligi, coğrafiyasi emas, bu tuproqda yaşayotgan yerlik milletlerinin güzel alayidlikleri, yemeklikleri, sanati Xitoyning o'chmanligini ve dushmanlashishini keltirib chiqarayotgan narsa. Xitoy bu yerdan zo'r 20 asrdan boshlab sanoatlashgan Xitoy bu yerdan mol energiya ilib kelayotgan bo'lsa-mu ve yerli xalqlarning buningdan bahramand qilmasa-mu, buningga shukur qilmay, shu boyliqlarning sohibi bo'lgan Uyg'urlarning yıldızını yo'qotib o'tish. Hatta irq qirg'inchilik degan vaqtimizda hozirgi irq qirg'inchilik emas. Xitoyning 46 qitim ilib borgan Sharq Turkiston tuproqlarida, yani Loptorda ilib borgan yer yüzü ve yer üstü 46 qitimlik atom sınıfida 210 mingdan ortiq, yani tadqiqot maqolalari asosida 210 mingdan ortiq Uyg'urlar o'lib ketdi. Sharq Turkiston tuprog'ida o'xshamagan rak kasalliklar, o'sma kasalliklarning kelib chiqishiga atom radiatsiyalar sababchi bo'ldi. Xitoylar yani bu şekilde bu tuproqdagi Uyg'urlarning ustidan qirg'inchilikni yapmadı. 46 qitim atom silahının o'zi Uyg'urlarni yo'qotib o'tish, yani radiatsiyadan zaharlantirib bu tuproqni tozalab o'tishdan iborat bo'ldi.
Yani bunun gibi şükür kılmagan Xitay 2015'ten tatip lager meselesini yolga koyup Uygurlarni op-oçuk xalqaro jamiyatning besigini parvo qilmagan holda Sharq Turkistonda qirg'inchilik qilib beryapti. Demak, Sharq Turkiston qarang'u tarixi 49-yildan boshlanib hozirgacha bo'lgan orliqda Uyg'ur xalqi bir nafas og'idek holat qolmadi. Bu millatning moddiy va ma'naviyati Xitoy Kompartiyasi tarafidan butunlay tushib pozlandi. Endi Uyg'urlar qanday vaqt keldi? Qanday vaqt keldi degan vaqtida ya biz tarix betidan kollektiv o'lib ketamiz, ya kollektiv holda Sharq Turkiston Cumhuriyetini asliga keltiramiz. Biz shunda halqılık vaqt keldi. Hozirgacha ilib berayotgan 70 yillik chet eldagi mujodalalarimiz siyosiy mujodala bo'lganligi uchun Xitoy irqiy qirg'inchilik, ya'ni bostirish siyosatini xalqaro parvo qilmagan shaklda ilib beryapti. Bizdeki bütünle ilip verilgan mücadelelerimiz Sharq Turkiston meselesinde siyasi mesele bo'lganligi uchun siyasi mücadele deganning o'zi xalqaro ilip verilayotgan siyasi o'yindan iborat bo'ladi. Siyasi o'yinda ilip verilayotgan inqilobning oxiri qanday bo'ladi? Qarshi taraf ishg'oliyatchilar xalqaroning bisimiga hech narsasiga pisand qilmaydigan bo'ladi. Bular o'zininki hokimiyati, o'zininki ideyasi, o'zining ideologiyasi bo'yicha ishg'oliyatga uchragan millatning qirib o'tishga bayroq yüzlanadi. Bundaq vaqtda biz Uyg'urlar hozirgidek shunday bir kritik nuqtaga keldik. Ya tarix betini o'chiramiz, ya davlatimizni asliga keltiramiz. Bundaq vaqtda Uyg'urlar qanday bir siyosiy taktik tanlash kerak degan vaqtda mening shaxsiy fikrimda bir millatningki davlat qurish taktikasi, davlat qurish mücadelesi siyasi ve qurolli shaklda paralel shaklda ilib berilganda bunun xalqarodagi ve vatan işçiligi bu bunun ta'sir doirasi zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bizda irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir millatning qurolli mujodalani o'ylashmaslikning o'zi nihoyatda bir fojia. Polshada Yahudilar qirg'inchilik uchragan vaqtida qurolli kichik harakatlarni ilib borgan. Qurolli harakat bilan siyosiy kurash paralel shaklda mangan vaqtida bu birsini to'liqlab xalqaroning va ishg'oliyatchilarning diqqatini qo'zg'aydi. Bundan da biz siyasi mücadelemizde belgelik bir siyasi önümde erişebiliriz. Mesela ilgiden tartib hozircha ilib berilayotgan bizdeki qurolli kurashimiz bo'lgan bo'lsa, Xitoyninki Sharq Turkistonga soladigan mablag'lari, Xitoy ko'chmanlarining ko'chishi va Xitoyning hozirgi holatidagidek irqiy qirg'inchilik ilib berishiga bir vahima shakllantirib, Xitoyning bu yerdagi belgilik nopusini azaytish, Xitoyga belgilik bir tahdidlarni ilib keladigan bo'lsa, Xitoylar bu derecede bizni bastırıp getirmedi. Bizden mücadelemiz, ilip verilayotgan mücadelemiz siyasi mücadele bo'lganligi uchun siyasi mücadelede xalqaro jamiyat qarshi taraf bilan üstel ustida qo'l qarishidi. Ama üstel ostida qo'l ilishib ko'rishidi. Çünkü siyasi mücadele, siyasi oyun, siyasi sözler bilan oxirlashadigan bir mücadele şeklinde bo'lganligi uchun hozirgacha bunun da örnek mesela Dalai Lama ilip berivatıdı, Dalai Lama'nınkini görüvatımız ve başkalar ilip berivatıdı. Bunun bilen siyasi şekilde Dalai Lama tenişik şekilde ilip bağdı. Hiç kandak bir ünüm olmadı. Dalai Lama'nınki mesela Tibet meselesi karaydıgan bolsa. Ama Palestin meselesi siliştirdigan bolsa, Fatah bilen Hamas bir-birisiga paralel halda qurolliq ve siyasi şekilde ilip berilayotganligi uchun bular xalqaroda belgilikdir siyasi önümge erişti ve xalqaroningki itiraf qilinishi ve xalqaroning diqqatini chekyapti deb o'ylayman. Shunlashqa bizningki hozir so'zimni belki uzatib etsam, boshqalarning vaqti ketib qoladi. Kritik nayt xalqlik nuqtaga keldik. Biz ya kollektiv tarix betini yo'qaymiz yoki qurolliq siyasi ve kurashlarimizni paralel şekilde, birbirimizni hurmat qilgan şekilde, ortak nişan, ortak maqsadni ilib borgan şekilde şu tuproqda davlatimizni quramiz. Shunlashqa bu nayt bir kritik, muhim halkılık bir nokta bo'lganligi uchun hozirgi vaqtning o'zida vatan ichi, vatan sirtidagi xalqimiz ve tashkilotlar, siyosiy tashkilotlar bo'lsin, ziyolilar bo'lsin, o'limalarimiz bo'lsin, o'rtaq bir masala ustida millatning yo'qolish yoki tirilish nuqtasi ustida atrofli bir izlanmagan vaqtida biz siyosiy o'yinlarning, siyosiy kurashlarning qurboni bo'lib, tarix betidan pak-pak o'chib ketamiz. Tarix betini ölçmeyimiz de biz keskin aytamaymiz. Çünkü bizdeki vatanimizin tecavüz kılıcı, işgal kılıcı bir millet, Xitoy milleti İngiliz emas, Fransız emas, bular xalqaro qonun
ve insanlık ve halkara nizam namılar bilen özünün işgaliyeti uçurgan milletke muamele kıladigan millet emas. Fransuzlar, İngilizler'in koludan hazır 100'den artık devletler müstakilliğini aldı. Çünkü bular bir medeniyetlik millet. Xitayning özü dünya tarihinde en vahşi bir milletin işgaliyeti asılı buluvatkan Uyghur halkının tinchlik şeklinde Xitaydan qutuluşu mümkün emas deb qarayman. Şunlaşqa hozirgi vaqtning o'zida biz ya kollektiv yo'q qilishimiz kerak, ya kollektiv holda Sharq Turkiston Cumhuriyetimizni asliga keltirishimiz kerak. Biz o'rtaq bir nishon, o'rtaq bir maqsadda ulamo va ziyolilar o'rtaq fikrlashib, nayti xalqlik va masalada vatan masalasini qaysi yo'l bilan hal qilgan vaqtida xalqlarning ve vatan içindeki halkımızdaki ümidini ve dikkatimizi çekemeyiz degan meseleler hakkında fikrleşadigan vaktimiz ve zamanımız geldi deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat, haqiqatan nihoyatda inchiki bir mazmunga diqqat tortgan bo'ldingiz. Demasam haqiqatan hamda sizdan so'ragan savollarimga tariximizning bu qisqa shu oxirgi 70 necha yillik jarayonda xalqimizningki Xitoyga har turli shaklda elib borgan kurashlar haqida bir qancha misol keltirsak degandim. O bizningki o'zimizningki balkim hozir vaqt e'tibori bilan uningga tilga olmaydi. O'chmas izlar degan programmamizda ayrim to'xtalyapmiz. Bu tajovuzchilarga qarshi qanday mustahkam turganligi albatta biz 2 sanni tugatgan bo'ldik. Men tekrar yeni sormay buni, ammo lekin siz nihoyatda intayin muhim bir nuqtaga, can aladigan nuqtaga diqqat tortdingiz deb qarayman. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Endi hurmatli ustoz Sirajiddin aziz ustozim, shu yuqoridagi so'zlarni anglab o'tdik hamda haqiqatan ahvolimiz nihoyatda jiddiy bir paytda turibdimiz hamda. Hamda xalqimiz mushuncha vala dahshatlik zulmlarni boshdan kechirdi hamda. Ve qo'ldan kelgancha siz mana yuqorida so'zlab o'tdingiz. Ya'ni mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, butun tirishchanligini ko'rsatdi. Yana hamda bugünkidek bir irqiy qirg'inchilik tamamen yo'qotilish, doktor Qutlug' apandimning vaqt so'zlagandek ya yo'q bo'lish yoki mavjudligimizni qaytadan qo'lga oladigan shunday bir zil holatda payt turyapmiz deb dedi hamda. Mushundaq bir holatda ahvolimizga, kuchimizga bir tarafdan buni qarasak, bu ahvol turibmiz. Hammamiz o'zimizning ahvolini yaxshi bilamiz, dunyoning orqasida yashayotgan xalqimiz. Xitoyning elib berayotgan vahshiylik yana bir tarafda turibdi. Mushunda bir holatda xalqimizning ruhiy holati qandoq, nimaga asosan ruhiy holati qandoq bo'lishi kerak? Umid, ishonchni bir tarafdan qarasangiz yo'qotadigan darajada, yana bir tarafdan yo'qotmasligimiz kerak deymiz. Qaysi shaklda bizning mayli qanday ahvolga tushib qolishimizdan qat'iy nazar bir tushkunlashga haqqimiz bormi bizga bizningki? Bu asorat zanjiridan qanday qilib qutulish kerak? Yuqorida zaten doktorim biroz tilga olib o'tdi ham muhim nuqtani. Sizning hamda Sharq Turkiston Ulamolar birligininki muavin rais bo'lish suhbatingiz bilan sizning ko'z qarashingizni bir anglab baqsak bu nuqtadan. Endi bizning hozirgi vaziyatimiz haqiqatan achinarli. Ama achinarli deydi ekanmiz, yana bizga kelgusimizda yana umid bor. Ama buningda nihoyatda muhim bo'lgan bir qancha nuqta bor. Biz birinchidan dushmanimizdan kim bo'lganligimizni qani yaxshi bilishimiz lozim. Bu vaqtda bizga qarata bizning xalqimizning mushu dushmanninki mayli psixikasi, uningki kuchi, tarixi, shunga o'xshagan nurg'un taraflarda biz bularning haqiqiy mohiyatini bilishga to'g'ri keladi. Bunun bir qancha nuqtani o'rtaga qo'yib o'taman. Masalan, G'arb, Amerika olsun, G'arb davlatlari Xitoy iqtisodiy jihatdan kuchlanganda demokratiyaga qarab mangadi degan bir tushuncha bilan Xitoyni butun kuchi bilan yulagan, ammo bu G'arbninki bu tushunchasi tamoman vayron bo'ldi. Demak, Xitoy iqtisodiy jihatdan kuchlangan sari demokratiyaga emas, diktatoriyaga qarab texmo ilgirlab mangayotdi. Bu haqiqatni xalqimiz yaxshi bilishi lozim. İkinciden bu Komünist Partisi bu hozirgi Gomsandang deymiz, Komünist Partisininki qurilmasi qanday desa, qurilmasi bu Xitoyninki an'anaviy
bir neçe ming yillik, balki o'tgan 2000 yillik tarixda qurilgan Xitoy davlatini tamamen vayron qilib, parchalab, faqatlam shakliy jihatdan bir diktator hokimiyatga kuch bo'lmasa yiqiladigan, kuchi bo'lmasa bizdek asorat qilgan Sharq Turkiston xalqi emas, o'zining xalqinimi shundoq diktatori tuzum bilan boshqarilmaydigan, vayron bo'ladigan bir holatning o'rtada bo'layotganligini ko'rishimiz lozim. Üçüncüden bu Komünist Partisi de bir ideologiya badiylidir. Ameliyatda bu ideologiya haqiqiy ideologiya yok. Bir devlet, bir milletning albatta aqidasi bo'ladi, qanday bo'lsa. Ama bu Komünist Partisining aqidasi nima? Faqatlam shu xalqni qural bilan yoki kaltak bilan boshqarishdan boshqa hech qanday narsaga arzimaydigan bir ideologiyadan iborat yoki ideyasi yo'q bir shaklning mevcut ekanligini ko'rib olamiz. Endi bu Xitoyniki hozirgi psixikasida biz tarixdan beri Xitoyni bizda 56 millat va Uyg'urlar bunun eng cho'ng millat, bularning urf-odati, tili, dini qo'diladi deb kelgan, ammo bu hammasi Xitoydagi bu millatchilik ideyasining tamamen yolg'on, vayron ekanligi, bir Xitoy millatchiligi va boshqa millatni e'tirof qilmaydigan bir holati borligini ko'rdik endi. Ikkinchidan buningda Xitoyninki yeni bir psixikasida faqatlam o'zidan bo'lmaganlarni, ajnabiylar deymiz, chet elliklar olsun yoki o'zidan bo'lmagan millatni ichidan yomon ko'radigan, bularga hech qanday bir yaxshilikni xohlamaydigan, mayli hokimiyat emas, millatim shunday ekanligi o'rtaga chiqyotdi. Bunu tarix isbotladı. Bunu 5-yil qirg'inchiligi ham isbotladı. Üçüncü Xitoyninki psixikasi bu Xitoy dunyoga ichilish emas, yepilish, bekinma holatni saqlayotgan, taytayotgan bir holatda yashayotdi. Yani bundaq bir psixikadagi millatni sarfida qolgan bir millat, endi bizga Allohdan boshqa yordamchi bo'lmasa, boshqa doktorlar degandek haqiqatan qiyin bir ahvolda turayotganligini ko'ryapmiz. Yani shunday dedim, yana bizga qarata bu dunyo shunday umid bilan yashaydigan dunyo. Allohning hukmi la taqnatu min rahmatillah deydi. Allohning rahmatidan umidsizlanmayman. Hech qachon bizga umidsizlik loyiq emas, balki haram. Biz davomli umidga yashashimiz lozim, ammo davomli umid bilan birga harakat qilishimiz lozim. Bu harekatni nima qilish, qanday ish qilamiz? Men bu yerda bir qancha nuqtani o'tib qo'yay. To'g'ri, doktor Hoji Qutlug' degandek, biz bu mücadeleni bütün imkoniyat bilan, qo'limizdagi bütün kuch bilan harakat qilishga to'g'ri keladi. Bu siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, askariy hamma narsa. Ammo biz qila oladigan ish nima chet elda? Buning hisobini ko'rishimiz lozim. Endi bizning qila oladigan ishlarimiz mening bilishimcha, birinchidan biz qanday qilsak qilib bir ma'arifni kuchlantirishimiz lozim. Ma'arifimiz bizning birinchi qurolimiz. Yani bizning dushmanimiz bizni 72 yillik asoratda tamamen cahil qaldirish. Bu 72 yillik emas, 150 yillik asorat, bu Qora Xitoy, Qizil Xitoy hammasi Uyg'ur millatini cahil qaldirish uchun harakat qilgan. Buningki misoli Altışar mektupları degan kitobni o'qisa millatimiz, bizning naqadar jahil qolgan millat ekanligimizni o'zimiz bilalaymiz. Buning uchun bu jaholatdan qutulishga to'g'ri keladi. Ikkinchidan doktor Erkin Akram degandek, Xitoylar Uyg'ur xalqini tamamen iqtisoddan yiroqlashtirish, sanoatlashish, bir iqtisodiy gavda qurishdan tamamen yiroq tutib kelgan, bizni yo'q tutishga harakat qilgan. Uning uchun biz chet elda iqtisodiy jihatdan kuchlanmasak yana bo'lmaydigan ish. Üçüncüden biz hozir bizning qilaydigan bizdagi bor qurol imkoniyat nima? Faqatlam shu tashviqot, media. Bu mediadan biz hozir qadar unumli, yaxshi foydalanmay keldik, to'g'ri. Bir tarafdan foydalangan bo'lsakmi, yana bir tarafdan bizda susluq, imkoniyatdan foydalanmaslik, xususan bu mediaga ko'ngil bilmaslik ig'ir ofat bizni bulayotdi hozir qadar. Xalqimiz bu sosyal medyada, ijtimoiy vositalarda faqatlam talash tortish, jidal majra, bir-birini so'kish, ya'ni axloq saviyasidan favqulodda tushib ketgan bir holatda yashayotdi. Bu masala o'ng'isholmasa, bizga Alloh bergan mushu ne'mat, mushu media ne'matini biz yaxshi shaklda ijro qilolmasak, bundan foydalanmasak, bizga hech qachon keyingi pishman foyda bermaydi.
Ondan keyin biz qilayotgan chet eldagi eng muhim kuch quroldan birisi yana diplomatiya quroli. Bu diplomatiya qurolini g'arbda yaxshi qilyotidi. Biz bu mayli Turkiyada va boshqa dunyoda nerede bo'lsak, mushu diplomatiya qurolini yaxshi ishlatishga to'g'ri keladi. Demek mushu 4 türlük amil bizga eng muhim bo'lgan. Biz mushu ishda taraqqiy qilib mangsak, oxiri nima bo'ladi, natijada bo'lmoqchi desa, xuddi Musa alayhissalomning asosdak Asa Musa deb qo'ydi. Bu bir sihriy mo'jiza. Yani Musa alayhissalom shuncha ojiz edi, ammo Alloh Fir'avnning kuchidan, Fir'avnninki og'zidan qutuldirish uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda dengizga Hasanni o'g'in dedi, Hasanni udi, shu urgan sebep bilan Musa alayhissalom ve Musa'nın kavmi qutuldu. Firavun g'arq bo'ldi. Biz mushundaq bir mo'jizaga muhtoj. Bu mo'jizaga muhtoj bo'lgan ekanmiz. Bu mo'jiza bizning qo'limizda bormi, yo'qmi? Mencha bor. Bu nima? Birinchidan iymon, ikkinchidan iroda, uchinchidan haqiqat. Haqiqat bizning, yurt bizning, vatan bizning, bunu bizden tatlı olgan. Elbette bu özümüzün hak hukukumuzu talep qilish bütün dünya boyunca bizning hakkımız. Eğer mushu 3 türlü kuchlan biz inşallah bu dünyada yo'qolib ketmasdan hamon bir kun o'zimizningki ko'zlagan maqsadimizga yetishimiz mumkin, mustaqilligimizga erishishimiz mumkin inşallah. Ama Allah subhanahu taolo bizga mushu mustaqillikni, mushu erkinlikni iroda qilmay qolib qolgan bo'lsa desak, u vaqtida her bir insan mushu dunyoda qilgan tirishchanligining natijasini qiyomatda ko'radi. Elbette onun neticesi bo'ladi. Ama eğer bizga Allah mushu dunyoda iroda qilgan bo'lsa, mushu mustaqillikni bunu ko'ramiz. İnşallah biz ko'rmasak, avlodlarimiz ko'radi. Ama muhim bo'lgan nima? Bizning qilish tegishlik ishlarimizni, sabablarimizni, bu dunyo sababning dunyosi, imkonning boricha sabab qilish bizdan, ama natijani biz yaratolmaymiz, onu Allah yaratadi. Ahval bu. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Deb o'tganlardek hakikaten qat'iy umid tutmasligimiz kerak. Endi biz ben ba'zida shunda o'ylab qolmayapman. Biz bir tariximizga shunda bir qarasak, ta islomdan burunqi nimadan boshlab bu Xitoy bilan biz yengil dushman emas hamda. Bu uzun o kitaplarni o'qismi inson bir xil umidlanib qoldi-da hamda. Islomdan burunqi va keyingi vaqtlarimizdagi Xitoy bilan bo'lgan urushlar hamda bir tarixning umriga nisbatan bir qancha yüz yillik bizning oxirgi ishg'olda shundoq ig'ir kunga qolib qolishimiz. Bunda qarab odam ba'zi umidsizlansimi, lekin shundan bir varaqlasak, biz asrlarcha, ya'ni necha ming yillab Xitoyni qiqirtib bosh ko'tarmay yashagan bir millatning avlodlarimiz hamda. Yani uzun bir tarixning umriga nisbatan bir qancha yüz yil bunda ig'ir bir ishg'oliyatda qolib qolish, bir qancha yüz yillik bu zulmning ostida qolib qolish hiçbir narsa emas shu asli. Bir soatdaklan bir tarixniki umriga bununla selishtirgan vaqtimizda. Shunga odam yana chunki nurg'un Xitoyning eng danglik sulolalarini bo'ysundirib yillarcha bizga alvon to'lab yashagan Xitoylar shu hamda shu chiqiratgan ba'zi o'ylab qolma shuning qissasini, chunki yeziqi o'zgarmagan bu Xitoy tarixda bilgan shuni o'qib, avlodlarimiz bilgan shuni o'qib shurgandan keyin bu millatni shu chishtirniqi bilan o'shta bizga hamda. Shuning bir qissasini, intiqomini elayotgandek his qilaman ba'zida. Ammo biz chuqur yana tirildiganligimiz, qaytadan tarix sahnasida bosh ko'tardiganligimizga ishonaman inshaalloh. Rabbim o kunlarni tizilib bersin deb deymiz. Endi doktor Erkin Akram mishadamda abaytaqqa so'zlab o'tdinglar. Xitoyniki bugun endi bilgan hech qanday dunyoning ko'zga ilmasdan shundoq bu rezillikini ilgirki hatta shu Xitoy aciz vaqtida buni kuchi g'arb davlatlarining kuchaysa bu demokratiyaga ma'nun degan bu shirin tushlarning aksi bo'lib chiqayotganligini dunyo bilgan bildimdi. Bugun qarasak Xitoyning ichidimi faqat Sharq Turkistondagi bu zulmlardan sirt, Sharq Turkistondagi bostirishdan sirt o'zining xalqigami xuddi shu Mavning davriga qaytayotgandek bu shapilarni ko'ryapmiz hamda. Puldorlarni uningki har xil bahonalar bilan uni yo'qotish, hattoki tunulgan Xi Jinpingdan boshqa inson bilgan tunulmasligi kerak, ulug'lanmasligi kerak bilgan Xitoyda o'zininki millionlab agash kuchisi va san'atchilar ularni bularning
Her xil şekilde bularga çeklemeler taraftan kelayotganligini Xitoyning axborotlaridan ko'ryapmiz hamda. Bu kundan kunga chiqyapti, bu qanday bir davrga qaytyapti deb. Sizce qanday davrga Xitoy o'zining ichidan bu şekilde maqsa, ichidanmi bir çataq chiqish ehtimoli yo'qmi yani? Siz qanday qaraysiz bugungi ahvoliga? Aslında hazır davatkan şu keyniga qaytish yoki aksiga qaytish degan o siyasetninki o'zi aşında bir çoğun vaqa çıkışının aldığını iliş için kılıvadı deb o'ylayman. Bununki sebepleri var. Birincisi Amerika bilan hazır bir rekabetga kirdi. Chiroyli davatini hamda. Ondan başqa qo'shni davlatlar Xitoyning yuksalgan Xitoydan alizlashga turibdi va Xitoy yuksalsa nima ish qilganligini bilamayapti. Ondan başqa Xitoyning ichidami bu kapitalistlarni yig'ishtiryapti. O'z vaqtida Deng Xiaoping bir qism odam boy bo'lsin, u boy bo'lgan odamlar qolgan kambag'allarni yetaklab yana boy bo'lsin deb o baylağa yol koygandı. Hazır buna şu dünyanınki en çok 500 şirketin içinde yer alan bazı şirketlerinki adamlarının 5'indeki adamlarını caylavatı. Bu caylaşınınki sebepleri var. Birisi buna pulga sahip olan iken yani kapitalga sahip olan iken siyasi cepte tesirini tikleyelaydigan bulup kaldı. İkincisi yani şu pulu ile birlikte şu finans sistemini kuruşa başladı. Yani devletinki bankası bütün Xitay Xitay ülkeninki bütün pullarını Merkez Bankadan kontrol kılış lazımdı. Ama bula öz aldığı aslında bir banka sistemde okşaydıgan bir sistemini kurup misalga mayununki Çırfubal deydigan sistemi. Bu devletninki pulunu kontrol kılışını ama bir kısmını bulvagandek buludu. Bundan başka bu çok şirketlerinki meyli kaysi seviyede bulsun, ülke seviyede, şehir seviyede, nahiye seviyede bulan bu şirketlerinki adamları şu seviyedeki Komünist Parti'ninki başlıklarının gibirimi kırmaydıgan ve o Komünist Parti'ninki azaları yoki başlıkları bir iş kılış için bulağı yaldırdıgan aşında bir ahvalıga düşüp kaldı. Yani jırıp gelgen çağda Komünist Parti'nin Xitayning içindeki adamlarını başvuruş cette kıyılıp kaldı. Ondan başka yani bir şirin bir mesele olsa Xitay hakimiyeti 1980'lerde o doğutluk kontrolünü başlattı. Ve hazır 40 yaşta 50 yaşa qarab manganlar hemisi aşı vaxtidagi ballarımdı. O ballarımda bir balı bolgan ekan, öydüme yaxşı yaşagan ve talim terbiyelimi yaxşı algan ve chet elni ko'rgan ve bular cho'nglayotgan vaqtida, o'smir vaqtida kommunizmninki ideyasidan jira qolgan xalqlar. Bular hamda bundan keyingi 10-20 yilda hamda shu Xitoyninki her qatlamga kelib hakimiyetni qo'lga tutishga boshlaydi. Eğer de bunda bir ideyadagi adamlar her katlamga yerleşken olsa, yerleşilgan olsa, bu vaqtida Xitoy Komünist Partisi yo'qoladi degan gap. Shuningga bu Komünist Partininki otoriter kuchini shu muqimlashtirish uchun hozir sizlar abay degandek bir Netniya inqilobining Mao'ning vaqtiga o'xshaydigan bir siyasetni ilib beryapti. Deyli ki bunu eğer de bir çatak çıkmay mışında ilip baralırsa belki yani bir şu Mao'nun vaxtida qattiq qo'llikla baş qurgan bir Xitoy o'tirib chiqdi. Bunda bir Xitoy hamda dunyo bilan qanday munosabatlarni quralaydi, o diplomasiya munosabatlar qanday bo'ldi, u boshqa bir masala. Yani qiyin bir mesele. Eğer de şunu başkuramay kalsa, bu vaxtida hamda Xitoyninki merkez hükümeti acizlaşış ve çuğuluşunki xavfi var. Aslında Xitoy eğer de akıllı bolgan bolsa,
şu nima Hujintonning vaqtidan itibaren devletni taraqqiy qilayotgan iqtisod jihatdan taraqqiy qilayotgan kapitalist yo'li bilan mengayotgan devletni qonun bilan boshqaradigan bir devlet, yani modern qonun bilan boshqaradigan bir devletga aylantirish lozim. Yani partininki kuch emas, bu qonunninki kuchi so'raydigan bunday bir devletga aylantirish lozim. O fursatni qochirib qo'ydi hozir. Shuningga hozir bu 10'lik seviyelik bo'lmagan Xi Jinping cho'nqur jiroqni tushunib ketamaydi. Hozir shu to'naydigan, biladigan, uyinib qolgan shu tuzumni ve sistemni yeniden ekilib boshqurmay davotidi. Ama bir narsani yaxshi to'nmayotdi. Hozirgi devir Mao'ninki vaqtidagi devir emas. Hozirgi Xitoy shu vaqtidagi Xitoy emas. Yani kona uslub bilan, kona asbob bilan yeni meselelerni hal qilib bo'lmaydi. Shuningga bu Xitoyninki ichidagi shunday nurg'un xatarliklar bo'lg'achqa hozir Komünist partisi o'zininki otoriter kuchini, ya'ni markaziy kuchni muqimlashtirishga tirishyotdi. Harbiyni o'ziga bog'lashga tirishyotdi. Bütün iqtisod kuchini markazga, ya'ni partiyaga bog'lashga tirishyotdi. Bütün xalqni markazga, partiyaga bog'lashga tirishyotdi. Ve bütün xalqini shu partiyaga sadoqat bo'lishini talab qilyotdi. Qolgan Xitoy bo'lmagan millatlarni Cumhuriyet milleti degan kimlikka mecburlayotdi. Yani hamma nimani shu otoriterga, merkeziyetçi bir zihniyetga bog'lab turib boshqarmay davomlaydi. Bu 19. yüzyılın ahirlarida İngiltere'de bir ataklı siyasi ve tarihçi var, Lord Acton deydi. O deydi, her qanday hakimiyet ufqrab tugaydi deydi. Ama mutlak hakimiyet çokum tugaydi deydi. Ve tez bile tugaydi deydi. Şununla Xi Jinping aslında Xitoyni xatarlik bir yerga ilib beryapti. Çünkü o o'zininki iqtisod kuchiga ishinyapti, harbiy kuchiga ishinyapti. Ama o'z vaqtida Sovetlardami harbiy kuchi vardı. Siyasi kuchimi vardı. Ama yine yemirildi. Tarixda bunday misollarni xili jiq belgili bo'ldi. Shunga Xitoyninki oldida shu xatarliklar ko'ringachga hozir abaqiman degan bir siyosiy boshqurishlar ilib minadi. Ama abay degandek çatak chiqmay eğer ip boralisa u boshqa, ama bence ko'proq çatak chiqadi. Şu vaqtlarda Xi Jinping'ni almashtirish meselesi chiqish mumkin veya ki Xi Jinping'ni bir hal qilishga to'g'ri keldi, belki partiyaning ichidan, belki shunday bir askeri zarbe deymiz-ku, endi o'zgarish, siyosiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hurmatli doktor Qutlug' hamda mashada programmamizga oxiriga kelib qoldik hamda. Yuqorida hammanglar so'zlab o'tdinglar, ya'ni Xitoyninki ta ishg'olidan bugungi kungacha xilma-xil siz buna aytı alayda diqqat tortdingiz, masalan Xitoyninki ta Mao'dan boshlab keyin Shinxisay toki bugungi Xi Jinpinggacha davomli holatda biz xalqimiz yana to'xtamasdan, yani bastırış, yo'qotish, ko'ngilni elish, uning kendidan yana bastırış degandek bu bosqichlarni xilma-xil tecrübeni arka-arkadan bu açık savaklarını tecrübeni aldık hamda halkımız bu en ahırkı 72 yılını hesap kalsak mı sanaksız şekilde aldı, yine aldandı, yine bu açık narsalarını tatbivatımız. Bugün tamamen irqi qirg'inchilik davriga kirib bütün milyonlagan halkımız izdireksiz yok, chet eldeki muhaciretdeki halkımızdan hiçbiri köp sallık, yani %99 desek bu dönemde. Bir kısımları alakalı diğerlerini anlavatımız hem ola qandaq kişiler ki bilmedik. Muşunda izdireksiz tirik mi hayat mı bilmeydiğin şekilde yaşavatkan bir vaziyeti durup mu? Çünkü valla soğuk beşimizin ötüp mu? Yana bu tarihten açık savakını anmasın. Yana muşunda ümit kütüvatkan, yana oңuşlup kalan ki şikesse başka birisi kelip vaziyetler bir oңuşası vatanga qaytsak, bu vatan bilan bir işimizni qilsak, tijoratimizni qilsak deydigan bu zihniyatda yashayotgan insonlar bor hamda etrafimizda.
Ya bu qachon biz ig'irroq gapirsak qachon odam bo'lamiz, qachon tunuymiz bu dushmanni? Siz nima deb qaraysiz bunga? Muxbir efendim nait bir yaxşı sualını koydunuz. Xitay hakimiyetinin kompartiya özgersin, Xitay hakimiyeti özgersin, Xitay'ninki siyasetinin hakimiyetinin rengili özgürdü, mahiyeti özgermeydi. Xitay bilen Şərq Türkistanlıq Uygurların mücadelesi kişilik hukuk meselesi emas, siyasi mesele emas, hakimiyetinin yumuşu emas, zemin meselesi. Şərq Türkistanlıqlar özünün zeminliği, hukukunu tikleyemeyken vaxtıda özünün hak hukukunu her zaman qoğdayamaydı. Şiңiz tatip ta hazırgıcı bu vakitlargıcı biz özümüzü aldap da kelevatımız. Mavzudun, mesela ben sizge bir misalını göstereyim. Ben küçük vaxtımda Şərq Türkistan 2. Cumhuriyet'in katnaşkan asker bolgan merhum dadam ve dadamның bir muyunçuluğun ağayları Turgun Almaz, Ötker Efendim'le davamlıq sorunda Mavzudun ölse Xitay'da çok özgürüş buldu, Şərq Türkistan meselesi de özgürüş buldu deydi. Biz şu vaxtda şu çoğlarının ki şu çay sorunlardaki gaplarını anlat, nait ümit var bolgan top. Biz bana hazır 50 yaş kırdık. Yani bu aldap özümüzü şu şekilde gidiversek, kelgüsüdeki bizim evlatlarının bu vatan körüşü bu tezki toktaydıgan gap. Endi bu bizdeki halkımızın uyganmaslığı bu bir taraflı birden qarğan vaxtıda bizden siyasi davalarımızdaki bir neticenin bolmaganlıktan halklarımız bir taraftan qarğanda halklarımız ümitsizlenip Xitaydan zadi bu qutulğulu bolmaydigan bir milletke Əlik mulla deb bunun yaşaş gerekkenmiz degan ümitli bulup atkan halklarımızın buludu. Bir milletin içinde milletin yaxşısın buludu, eskisini buludu. Şunun için halkımızı ümitlendirdiğen, halkımızı canlandırdiğen, halkımızga menfaat beradigan mücadelemiz qandaq buludu degende yuqorida deb o'tib ketdim. Siyasi körüşümüz bilen korallık körüşümüz paralel şekilde mangal vaqtda halkımızga bir menfaatimiz yetudu ve halkımız mı ümitlendi degan qarashdim. Mesela hazır biz Uygurlar ya kollektif yok edişimiz gerek, ya Şərq Türkistan devletini kuruşimiz gerek degani nima uchun deymiz degan vaqtimizda bizga dunyoning o'zgarayotgan siyosati, yangi siyosati, qo'shnimiz bo'lgan Afg'oniston, O'rta Osiyoning siyosiy vaziyatidan biz nihoyatda chechanlik bilan, ahlimiz bilan, jasoratimiz bilan foydalanmasak biz kollektif holda tugab ketamiz. Nurg'ulg'an odamlar şimdi hozirgi vaqtning o'zida Afg'oniston masalasida Amerika'nın çekinişini Afganistan'dan Amerika çekindi, Amerika mağlup oldu deb qaraydı. Ama benim karşımca Amerika Afganistan'da galiba kıldı. Afganistan'daki Amerika'nın galibisini yani 1-2 yıl içinde görürüz. Yani biz Afganistan'ın hazırki vaziyetinden, Orta Asya'nın özgürlüğün vaziyetinden, dünya vaziyetinden etraflı faydalanmağa vaktimizde kollektif tügep gitimiz, biz bu tarih bitini ötüp gitimiz. Dünya bizge nurgulagan signallarını berip atıdı. Mesela Uygurlarning edip berilayotgan korallık mücadeleleri, halkımız her xil fikirlerde buluvatkan, Xitay to'qib chiqayotgan hikoyalarda, betlamlarda xalqarалық terror nemisiga ismligi kirgizilgan Şərq Türkistan İslam Partiyasini o'tgan yil 11-oyda uni uzurib tashladi. Undan keyin Amerika alaylı qismining bayonotchisi bu yil 6-oyda bergan bayonotida shunday to'xtaldi. Amerika alaylı kısmının vazifesi diktatör devletlerine karşı duruyotgan fidoilarga yordam ve ularga manevi destek berish degan fikrlarni o'tirib qo'yibdi. Afganistanning hozirgi o'zgarayotgan vaziyatini qarab baqaydi. O'rta Osiyoning vaziyatini qarab baqaydi. O'rta Osiyoning vaziyatida zo'r bir o'zgarish va bu yil men yozda O'rta Osiyoga berib keldim. O'rta Osiyoda biz bir o'mak shaklda bir tadqiqot ko'rib berib keldik. Bu zo'r o'zgarishda dunyo vaziyatini o'zgarayotdi. Xitayninki chegaralangan bu davlatlarning o'zgarishi bizga foydali bir sharoitlarni olib kelyapti. Biz shunday bir foydali sharoitlardan foydalanib, o'zimizning kelgusi uchun ahlimiz ve cesaretimizni işletmesek kollektif holda tugab ketamiz. Masalan, nurg'ulg'an yaqinda o'zingizga ma'lum İstanbul'da o'tkazilgan Uyg'ur akademiyasininki Uyg'ur akademiyasining tadqiqot bir qitimliq yig'inida, ya'ni Uyg'urlarninki ya'ni milliy armiya qurish haqida bo'lyapti. Bu milliy armiya qurish haqida bo'ladi. Uyg'urlarning milliy armiyasini qurish unda bir hozirgi sharoitda qaysi davlat qurdi, qanday tarbiyalaydi bu nima emas. Uyg'urlarda milliy armiya bor.
Milliy armiya degan nima? Ho'janiyaz Hajimning 33-yilda qurgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatidagi askarlarning hammasi mujohidlar. Shular milliy armiya. Undan keyin G'ani Batur boshchiligida Nilqida qo'zg'algan shu mujohidlar milliy armiya deb shakllangan. Hozirgi vaqtning o'zida Afg'oniston masalasi O'rta Osiyoning yangi siyosiy vaziyatlardan foydalanib turib, biz bir qism mujohidlarimizni Afg'onistonda bo'lsin va boshqa yerda bo'lsin, bir qism mujohidlarimizni o'rtaq bir ustalga kelib, ular bilan fikrlashgan holda, ular bilan o'rtaq nishon va fikrlashgan holda o'zimizning kurash nishonisini belgilagan vaqtimizda biz o'zimizning bir qutulish yo'lini izlash mumkinchiligi bo'ladi. Ularga biz moddiy ve manevi destek vermegen holda, ularning ustini haqorat qiladigan, ularni mundaq qildi deydigan hech qanday haqqimiz yo'q. Bizde milliy armiya bormi yo'qmi? Milliy armiya bor. Chet elda milliy armiya qurishning hojati yo'q hozir. Milliy Afg'onistonda, Suriyada idilib turayotgan Sharq Turkiston Islom partiyasining mujohidlari milliy armiya bo'la oladi shular. Bular nimaga muhtoj? Moddiy destekga muhtoj. Bu moddiy destekni biz 20 yil yoki ularni bir izlab, olim nerede istab bakmadık. Elbette ular moddiy destekka ega bo'lgan ehtiyojli bo'lganligi uchun xalqarodagi o'xshamagan tashkilotlar, o'xshamagan islomiy qarashdagi guruhlarga tava bo'lib, bular bilan mujodala qiladigan gap. Agar hozirgi vaqtning o'zida, masalan, hozirgi Talibanlarning g'alabasini 75 ming askari va Talibanlarning g'alabasi deb qarandik, albatta undaq deb qaramaymiz. Taliban qo'shinlari ichida nurg'unlagan chet el qo'shinlari va albatta buning ichida Sharq Turkiston İslam Partisi'nin a'zolari va bu 75 ming askar yolg'iz Taliban pochta millati emas, o'rtaq bir islomiy kuchdan tashkillangan bir kuch. Bu kuchning g'arbisi albatta musulmonlarning o'rtaq bir kuchi. Buning ichidami Uyg'ur xalqininki haqqi bor deb qarayman. Afg'oniston Talibanlarninki buning g'arbisida. Chunki Uyg'urlar 1986-85dan tortib shu yerda o'qigan bolalar Afg'onistonda tunji shahid bo'lgan Nabijon Abdurim degan baldan boshlangandan tortib hozirgacha Hasan Mahsum boshlig'idagi Sharq Turkiston Islom partiyasining a'zolari bularga nurg'unlagan bedellarni to'ladi va hozirgacha bedel to'lab kelyapti. Biz chet elda milliy armiya qurish bir imkoniyatimiz bo'lmaganlikdan milliy armiya shakllanib bo'lgan mujohidlarimizdan foydalanib, bular bilan o'rtaq bir fikr, masalan, cho'ng tashkilotlar, siyosiy tashkilotlarimiz bular bilan o'rtaq bir nishon, o'rtaq bir kurash xaritasini chizib, bular bilan hamkorlashgan vaqtning o'zida mayli ochiqashkora, mayli yoshirin shaklda bo'lsin, har qaysi davlatlarda turayotgan mujohidlarimizni to'g'ri yo'lga boshlash. Bu bizning siyosiy tashkilotlarninki siyosiy vazifasi. Uning ichidagi bolalarninki bilim saviyasining o'xshash bo'lmaganligi, dunyo qarashining o'xshash bo'lmaganligi sababidan o'xshamagan yerlarda o'xshamagan qo'shinlarga qitilib qolganligi bo'lishi mumkin. Endi hozirgidek bu shunday biz halqiliq vaqt kelgan vaqtimizda biz u masalalarni talashda chiqmay, mushundaq mujohidlarimizning shakllangan milliy armiyamizga moddiy jihatdan qanday destek bera olamiz? Mushularni qanday o'zimizning qo'limizga ola olamiz? Mushularga qanday bir to'g'ri yo'llarni ko'rsatamiz degan masalalarda o'rtaq bir ustalda o'tirib muzokaralashadigan vaqtimizda va ularning siyosiy tashkilotlarning fikrini hurmatlagan holda bizning birdan-bir mujohidlarimizning vazifasining Sharq Turkiston Cumhuriyetini asliga keltirish, Sharq Turkiston Cumhuriyetini asliga keltirganda bir insonni vatan bo'lgan vaqtida uning bir yaxshi musulmon, yaxshi bir inson bo'lishidan iborat güzel istigining va oxiratida, ya'ni jannatining bo'lishining vatan bilan birlikda barabar bo'ladiganlikdan iborat bu ideologiyani o'ziga singdirib biz bilan o'rtaq, ya'ni siyosiy tashkilotlarimiz bilan bo'lgan vaqtida andin xalqimizga biz bir umid va xalqimizga bir yulduz gösterimiz. Undaq bo'lmagan vaqtda biz hozir naytda yuqordimi hammalar deb o'tdinglar, naytda muhim yerga keldik, yo kollektiv o'limiz, yo'qaymiz, yo kollektiv davlat quramiz. Buning uchun biz naytda xalqlik masala, O'rta Osiyoning o'zgarayotgan siyosati, Afg'onistonning hozirgi siyosati va atrofdagi qo'shnilar, shundaqla G'arb va Amerika boshchiligidagi davlatlarningki Sharq Turkistondagi pozitsiyasi va Sharq Turkiston xalqiga berayotgan desteklardan atrofli foydalangan vaqtimizda cho'qim biz davlatimizni asliga keltira olamiz. G'arb va Amerika Sharq Turkiston masalasini nihoyatda mukammal to'lib yetib oldi. Masalan, yaqinda ilib berilgan erk qirg'inchilik masalalarini to'liq yetib oldi. Ya'ni ilgirdan Guantanamo masalasi bo'lsin va uningdan keyingi masalalar bo'lsin, Amerika dastlabki qadamda Uyg'urlarningki Sharq Turkiston masalasida yani mükemmel bir
sistemalik fikirga kelib qoldi. Bular tarixdan beridir, hozirgi vaqtdan o'zdan beridir. G'arbda bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Sharq Turkiston masalasi qiziq Leninlik bir nuqta. Bu qiziq Leninlik nuqtadan biz qanday foydalanamiz? Xalqaro bizga berayotgan bishorat, imkoniyatlardan qanday foydalanamiz? Buni biz o'rtaq maslahat va suhbat fikrlashgan vaqtimizda albatta buni hal qilib keta olamiz. Uyg'urlar hozirgi vaqtning o'zida milliy armiya qurdigan bu yerdagi Türkiye bo'lsin, bir davlatning harbiy maktabi bizga tarbiyalab bermaydi. O'zligidan tarbiyalangan, tog'-tog'larda tarbiyalangan, Afg'oniston, Suriya tarbiyalangan mujohidlarimiz bor. Shular Sharq Turkiston milliy armiyasining formasini kiydirsak, shular askar bo'ladigan gap. Ammo bularga moddiy va siyosiy desteklarni kim beradi? Bularni qanday yo'l bilan, qanday o'rtaq nishonda Xitoyga qarshi vatan qurishdan iborat bu istigimizni qanday anlatamiz va qanday paralel şekilde siyasi kurash bilan qurolli kurashni ilib boramiz degan masalani o'rtaq hammamiz bir üstəlik fikrlashgan vaqtimizda vatandan umid uzgan, yana Xitoyga berib mol sotaman, yana Xitoyga berib kelaman degan xalqimizga biroz umid beramiz deb qarayman. Bo'lmasa siyasi şekilde ilib berilayotgan bu kurashlarimizdan xalqimiz bizar bo'ldi. Çünkü bunun da bir meyve buluş gerek. Elbette siyasi kurashda tezlikte meyve berişi nait tez. Bizden halkımızda bunu anlatmak, bunu düşündürmek zor. Şunun için halkımızın 70 yıllık mücadelesinin soğuk geçişi, bunu anlamasındaki bir sebeplerimiz şu. Şunlaşka biz bu siyasi köreşke, korallık köreşini paralı şekilde idip banka vaktimizde milli armiya kurumuzda avar bulmayı, her kaysiye turgan mücahitlerimizle biz söhbət və fikirlərlə ortaq bir nişanımızı keltirsək, bu siyasi təşkilatlar giderlerdi. Bizim siyasi təşkilatlarımız bunlar bilan fikirləşib, ne qilsa, əlbəttə ularımız Şərq Türkistanlıq, ularning ilib beriyotgan mücahidlik cihatlarını Şərq Türkistan üçün, ular to'g'ri yerda, to'g'ri maydon topolmaganligi uchun hozir tamtirash va ezish yo'llari kirib qoldi. Ularni biz to'g'ri yo'lga boshlash, ularga moddiy jihatdan destek berish, o'xshamagan İslami teşkilatlarının kolundan kurtuldurup çıkıp, senin iktizadında biz sahip çıkımız. Sen Koral'ını başka ümmetler gelmez, Şarkı Türkistan'daki Xitay'ı karıtsan, diyen küreş nişanısını belirleyen halde, ulağı kolektif, mücahitlerimizle kolektif halde, milli armiyemiz diyen karaş bilen sahip çıkarırsak, elbette ula doğru nişan ve yeni yönelişte Xitay'a karşı özününki cihatlarını başlaş imkaniyeti bulundu. Yalnız bu Afganistan, Suriye turvatkan mücahitlerimiz vermez bizimki. Bizim asas nüfusumuz Orta Asya'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan bir yerdeki siyasi atmosfera hazır özgürüvatkan. İslami atmosfera, bunun biz etraflı faydalanıp, şu yerdeki kerindaşlarımız bilen ve başka kerindaşlarımız bilen siyasi ve korallık süreçlerimizde bir yandan ve bir yerden baş çıkarıp edip bassak inşallah kısa zaman içinde devletimizde esli keltireceğimizden karayım. Rahmet. Köp rahmet, Allah razı olsun. Hakikaten siz söylep ötken bu noktaların aldığına da düşünüp olan Xitay Talibanlar hakimiyeti kep boğuca bütün körüşlerde, bütün akbarat bayanatlarda Taliban'a toxtumay bayanat berip atıdı o. Çoxum Şarkı Türkistan güçlerini kollamaslık gerek de bak Putköygen toxudaki Xitay bunun da ensirgellikinin ki bir yerge kep qilishimizning siyosilar bilan bu qorallıqlarning bir yerge kep qilib gibi bir yerden chiqib qilib bundaq bu birlashib qilishning qattiq ensirgelligi uchun Xitoy to'xtamay bu diplomatiyasini siyosatini elib beryapti. Xo'sh, ham boshqa ishga mehmonimniki boshqa gap bo'lmasa programmamizning vaqti bir yerda. Oxirlashsak bo'ldi. Ishga mayda doktor Erkin Akram bo'lsin yoki Siraydin ustoz bo'lsin. Ha, mening gapim yo'q. Rahmat. Ustoz Siraydin, sizning gapingiz bo'lsa, boshqa gapmi yo'q. Asosan amaliyotda hozir deydigan gaplarimiz deyilib bo'ldi. Ama bizga nisbatan biz bu şu real dunyoda yashayotgan ekanmiz. Biz nima qila olamiz? Buni yaxshi muloyiz qilishimiz bu hissiyot bilan emas, aql bilan ish qilib bu kelgusimizni o'zimiz yaratishimiz lozim. Boshqa gapim yo'q. Ko'p rahmatim olsa hammanglarga bu kech soatlarda vaqtlarni chiqarib qimmatli fikr berganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun bunlardan.
Qadirlik ko'rmalarimiz shuna qilib bugungi alohida san uchuq suhbat programmamizniki bu temamizni oxirlashtirgan bo'ldik. Vaqtimiz yetgancha temalarni sig'dirishga tirishdik. İnşallah Rabbim ömür verse yana bir qatimliq suhbatni ko'rishga aman bo'lgaysizlar. Ama ata bütün dünyadaki bu ekrandan bizni chaqirgan bulayda albatta biz shu oxirgi bir haftadan buyon xilma-xil e'lonlar bilan beryapmiz. Mayli Türkiye'deki bulayda, mayli dünyanın har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz shu yerdagi tashkilotlarimizni jiddiy shaklda qo'llab, maydonda o'zimizniki bir kishilik ovozimizni chiqarib, cho'ng kichik hammalarniki maydonlarda bo'lishini umid qilamiz va chaqiramiz. Yana bir qatimliq suhbatni ko'rishga aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.